Yaxshimsizlar do'stlar, bugun sizlarga o'rgatib qo'ymoqchi bo'lgan darsim bek muyishlik bo'lgan apelsin tamlik chuchi. Bularni tayyorlash uchun 25 gram sariq mayni eritib, ustiga 60 gram shakar, 1 gram tuzni qo'yib aralashtiramiz. Bular tayyor bo'lgandan keyin 40 gram tuxum, vanilin yoki shangsavjini silib, muvofiq miqdordagi limonni qirib aralashtirib tayyorlaymiz. Undan buning ustiga 140 gram un, 20 gram o'rik meg'iz uni, 1 gram ko'ptirgichlarni silib aralashtirib xamir qilib tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni may qog'ozining ustiga quyib yoyimiz. Yeyib bo'lib sovuq saqlashda 1 soat turg'izamiz. Bir tal apelsinni oqlab, nepiz kesib, odatdagi qog'oz ustiga quyib suyini chiqaramiz. Bular tayyor bo'lgandan keyin muzlatilgan xamirimizni elib, qilib bilan apelsin cho'ng'ig'iga kesib, apelsinni qo'yamiz. Qizitib olgan duxovkada 180 gradusda 15 minut pishiramiz. Pishib chiqqandan keyin ustiga oz miqdorda shakar uni chechib iste'mol qilsak bo'ladi.